May oyida chegirma qilgandik. Kim to'rtta yakandoz bersa 100 ming so'm uyib beramiz deb, donasini 25 mingdan. Yana klientlarimiz so'rashyapti. To'rtta yakandozni 100 ming so'm uyib beramiz. Qurish jarayonida yakandozlarimiz. Hozir mana yakandozlarimiz yuvilish jarayoni. Yuvib bo'lgandan keyin sentrifugada quritiladi. Sentrifugaga chiqqandan keyin xuddi shunaqa qilib ilinadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bular ko'rpalar, bular yakandozlar. To'rttasi 100 ming so'm. Mana bu yakandozni ham chiroyli qilib berishgan, lekin tuklari to'kilib ketgan. Bizda bo'lmagan bu. Bu qanaqa go'zal chiqqan. 73213 raqamlarimiz. Albatta qo'ng'iroq qilsangiz operatorlarimiz to'liq ma'lumot berishadi. Bu tozalash xonamiz tayyor bo'lib qurigandan keyin xuddi shunaqa qilib taklanadi va salafanga solib mijozlarimizga yetkazib beramiz.